Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizlar yana Urgutdamiz, Quyi Algran mahallasigamiz. Ko'rib turganingizdek, akamiz mana shunaqa imorat qilyaptilar va imoratlarga esa mana shunaqa bizlardan keramika g'ish mahsulotlaridan sotib olganlar. Akamiz 2 etajli imoratni qilyaptilar va oldi qismiga esa mana shunaqa sara g'ishlardan foydalanyaptilar. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, sizlarga bu g'ishimiz hozir mana bunaqa oldi qismiga bir qator terilyapti va orqasiga esa mana bunaqa chorni kladka g'ishlardan terilib chiqyapti. Hozir ichkarilarini ham ko'rsataman sizlarga. Birinchi etaj polni bo'lgan, endi hozir qurilish ikkinchi etajlar ketyapti. Mana bu tomondan oling. Mana ko'rib turganingizdek, bu ham hovlining ichkari tomoni. Mana shu oldiga yarim bar mana shu g'ishlardan terilib chiqyapti. Kurgavoy hovli mana shu g'ishlardan va bu yerga mana bunaqa oldiga bitta e'tibor bersangiz, derazalarning ustiga teksturlari yarimtalik g'ishlardan foydalangan. Hozir tepaga bu yarimtalik g'ishni ham ko'rsatib chiqamiz va butunni ham ko'rsatib chiqamiz va to'liq ma'lumot g'ishlar haqida yana tepaga hozir ko'rsatib chiqamiz. Mana bu tomonlarda ham oling. Bu tomonlarga ham mana teryapti akamiz. Juda ham chiroyli chiqyapti. Mana ikkinchi etaj uje pastda bitib qopti. Xudo xolasa bir oylarga menimcha uje g'ishlarni terib tugatsalar kerak. Hozir sizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana ikkinchi etajga ham chiqib oldik. Mana ko'rib turganingizdek, hozir yana g'ishlar bilan sizni tanishtiraman. Bu g'ishimiz Turkmaniston g'ishti, keramika hisoblanadi. Ichiga hech qanaqa pigment yo'q. Yillar davomida tursa ham o'zining rangini, sifatini yo'qotmaydi. Pishgan haqiqiy keramika mahsulot bu. Mana bunaqa teshikchali bo'ladi, termoizolyatsiya vazifasini ham bajaradi bu. Issiq sovuqni ertaga yaxshi ushlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, akalarimiz mana shunaqa orqada bitta chorni kladka g'ish bilan, paltarashka g'ish bilan, mana bu tomonni ham ko'rsating-da, paltarashka g'ishlar bilan terib, oldiga esa fasad qismiga mana shu g'ishdan terib chiqishyapti. Hozir endi sizlarni tepadan ko'rsatib chiqaman. Mana keling, siz ham tepaga ko'tariling. Bering, telefonni ushlab turaman. Mana ko'rib turganingizdek azizlar, mana shu g'ish orqada chorni kladka bir bar ketyapti va oldiga esa fasad qismiga buni yarim bar qo'yib terib ketyapti. Bu qarang do'stlar, ekonomini sizga o'zi aytaman. Mana buni o'zi abishni ko'targanda 1,5 bar teriladi. Bir bar yana oldiga bunaqa 1,5, ya'ni devol 40 bo'lish kerak. Lekin mana shu akamiz hozir mana shu yarim bar chorni kladkani o'rniga birdan bunaqa abrisovishni fasadni g'ish qo'yib chiqyapti. Ham fasadlari tayyor bo'lyapti, ham mana bu bitta chorni kladkani joyini ham egallayapti. Mana ko'rib turganingizdek, 3-4 qatorga mana shunaqa svyaskalar berib chiqyapti. Mana buni ko'rsating. Buni nima qilib ustiga g'ish mindirib ketaveradi. Ya'ni bu mana bu fasad qismimiz bilan bu devorimiz svyaska. O'rtasiga esa 3-4 sm joy, bo'sh joy qolib ketyapti. Bu anaqa termo vazifasini bajaradi bu. Bunga peloples qo'ysa ham, bazalt qo'ysa ham bo'ladi, lekin mana ochiq tursa ham issiq sovuqni yaxshi ushlaydi. Xo'p, akalarimiz mana shu g'ishlarimizning polni oldi fasad qismini, uyni polni kurgavoy terib chiqishyapti. Rastvoriga esa mana bunaqa o'zlari qora qum bilan klayni, ana nimani, sementni tayyorlab terib chiqishyapti. Ko'rib turganingizdek, mana shu atkoslarga, terezaga mana bunaqa nimalarni, ugoliklarni qo'yib chiqqan va tepa hali yana ko'tariladi. Xo'p, bu g'ishimizni ma'lumot beradigan bo'lsam, yana bu g'ishimizni 1 kvadratiga 52 tadan 54 tagacha ketadi. Endi shofni qalin maydaligiga qarab rasxodi. Hozir kundagi narxi donasi 3500 so'm azizlar. Ko'pchilik YouTube'dan narxini so'raydi. Men shuning uchun bitta laykni ayamaysizlar degan umiddaman. Xo'p, hozirgi kunda ustalarimizning ish haqqi esa bir kunda hozir har xil. Endi joyiga qarab teriladi. Sredni 150 mingdan 250 minggacha 1 kvadratiga olyaptilar ustalarimiz. G'ishimiz esa 52 tadan 54 donagacha ketadi. G'ishlar mana bu yoqqa kranga akalarimiz ko'tarib qo'ygan. Mana shu yoqqa podonlarga turibdi. Hozir mana zagotovka ishlari ketyapti. Bu yerlarga g'ishlarni nima qilib chiqarib olib, orqalarini terib ko'tarib bo'lgandan keyin yana bu tepalari ham ko'tariladi. Xo'p, azizlar, kimga mana shunaqa keramika g'ishlarimizdan kerak bo'lsa, albatta biz bilan bog'lansangiz agar, buni bizlarga ranglarini har xili bor. Assortimenti. Yana bitta narsa, mana bu yerda akamiz so'zman pastda tushib ko'rsataman. Hop. Akamiz bu yerda mana bunaqa yarimtalik ham olgan ekan bizdan. Buni bilmayman, o'z pastdan ko'ramiz, qayerga ishlatyaptilar. Bunaqa yarimtaliklari ham bor bizlarga. Ya'ni uzunligi 25,
65 ga 60 razmeri. Mana ko'rib turganingizdek dekoratивnilarni olgan. Hozir men pastda moz biron tergan joylari bo'lsa, uni ham ko'rsataman. Anaqa yarimtaliklari ham bor va mana bunaqa butunlari ham bor. Rangi esa har xili bor. Sariq deysizmi, qizil deysizmi, korishniy deysizmi, xohlagan ranglaringiz ham bor. Narxlari haqida mana shu pastga nomer qo'yaman. Pastdagi nomerimizga Telegram, WhatsApp'imiz bor. Yozsalaringiz katalogini tashlab beramiz yo telefon qilsalaringiz agar narxlari bo'yicha ham yana qolgan g'ishtlar haqida ma'lumot beraveramiz. Do'stlar, kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga bittadan like'ni ayamaysizlar degan umiddaman. Sizlar uchun mana shunaqa obyektlarga kelib, polni g'ishtlar haqida, qilinayotgan fasodlar haqida obzorni bizlar to'xtamasdan sizlar uchun chiqarib beraveramiz. Shuning uchun like bilan podpiskani ayamaysizlar degan umiddaman. Kimga mana shunaqa g'ishtlarimiz kerak bo'lsa, albatta biz bilan bo'lsangiz, O'zbekiston bo'yicha bu g'ishtlarni yetkazib beramiz. Yetkazib berish alohida bo'ladi. Amalingizga rahmat, charchamanglar.